Assalomu alaykum. Bugun sizlarga sotiladigan o'yin obzor chiqib beraman. Mana bir yaramaydigan hamma joyi qiyshiq bo'lgan o'yinni obzor qilamiz. Bugun Nextlet tashqarida svechasi ham bor. Mana ko'rasizlar, eshigi yaramaydi ochilishiga. Kirsangiz zo'rg'a kirasiz, qisilib qolishidan hech gap emas. Mana buzilib ketgan eski reklama qilishga kelganmiz. Saboqat pulini bergan. Xo'sh, mana stullarni ko'ryapsizlar. Manaqa nechta qizlar uchun juda ham o'tirishga loyiq. Mana ikkisini nolik o'ynaydimi aytdi. Nima bo'lib? Yotsa ham bo'ladimi bu yerda? Yo'qmi? Au. Ko'ryapsizlar, hamma joyida ishlatsa bo'ladi, o'tirsa ham bo'ladi, yotsa ham bo'lar ekan. Mana ko'rayotganinglardek, mayda televizorchasi ham bor ekan, kitob qo'yishga yonida shkaflari ham bor. Mayda bilimdonlar uchun kitob ham bor, lekin hozirgi zamonda hech kim kitob o'qimaydi. Oshxonasini ko'ryapsizlar, zo'rg'a bir kunga yaraydi, bir kundan keyin o'lib ketadi hamma joyi. Ko'rayotganinglarda mayda 3 kishi o'tirsa bo'ladi, 3 kishidan ortiq hech kim o'tira olmaydi. Agar oila to'lanamiz ko'p bo'lib qolsa-chi deslaringiz, maytga bitta stul qo'shalasizlar-da, o'tiraverasizlar. Nima? Xo'sh, mana ko'ryapsizlar, uy yaroqli, ostlaringiz bo'ladi. Endi hozir bitta podval bitta mashina qo'yishgan joyini ko'rsatib chiqay. Mana bir budkachaga mayda nima kir mashina, mashina kiyimlaringizni ham yuvsalaringiz bo'ladi. Sveti bor, o'chirsa bo'ladi hamma joyda. Va mayda mana nima deydi mayda? Nimadirdi? Tak, bahs bir bala kirchi tualet bor mana mayda, sauna yo'q. Esimga tushsa aytib o'taman, o'zim sizlarga ikkinchi qavatiga yo'l olamiz. Ikkinchi qavatida mashina sizlarni kutib turadi. Bemalol er-xotin sevishganlar kino ko'rib o'tirsa ham bo'ladi. Bu yerda yotish uchun divan, o'zim yotib ko'rsaman. Va ana ko'rayotganinglarda yotishga yaraydi, bo'ladi, mana o'tirsa ham bo'ladi. Endi mana mayda alohida ofis qilsa ham bo'ladi. Ofis qilsa ham bo'ladi, kiyinadigan joylarigacha ham bor. Mana mayda yeringiz bitta o'zingiz yaqinda bolalaringiz mashinaga kirib o'tirsangiz ham bo'ladi. Mayda chiqib ko'rmoqchi edim, chiqib ko'rdim. Bu yoqni nima derdi bu yoqni? Aytvordilar, nomi nima edi? Balkonda, mana balkonlarigacha ham bor. Mana ko'rib, bu yoqda o'zini alohida nima derdi? Hojatxonasi, mana vannalarigacha ham bor. Ko'ryapsizlar, lekin juda ham kichkina. Yana birinchi qavatga qaytamiz, hovlichasiga kirib ko'ramiz. Hovlisida mana shunaqangi dalacha bor, bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Amayda esa basseyn bor ekan. Hozir basseynni qanday ochardi? Basseynni qanday ochadi? Qachon basseyn borda kirishmayapti. O'zizlarim ochilmayapti. Xullas ko'rib turganingizdek, uyning ahvoli yaxshi, ishlatsa bo'ladi. Shu bilan shu qiyshiq uyimiz obzor chayasi tugadi. Mayda hovlicha ham bor ekan. Mana qora negr kim? Tinga aytdim, bishirangga. Ichinimi. Uyimiz ana uzoqdagi ahvoli, mana boshqa mana tomi qiyshiq uydan ko'ra mana chiroyliroq deb o'ylayman. Professionallik va sotib olishinglar uchun mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Qani, get to hire.